Yer kurrasining nargi burchagi bizga g'alati tuyulganidek, Xitoyda ham Hoj tarixi g'alati va g'ayrioddiy tuyulardi. Lekin hozir u haqidagi xabar bizning oramizda ham keng tarqalgan. 1900-yillardagi Ixituan qo'zg'oloni davrida 188 ta g'arblik xizmatchilar va 20 mingta xitoylik masihiylar o'ldirilgan edi. Keyingi 50 yil ichida Xitoyga yanada ko'proq xizmatchilar kelishdi. Ular 19 ta universitetlarga, 6 mingdan ortiq o'rta va oliy o'quv yurtlariga va 900 dan ortiq kasalxonalarga asos solishdi. Xitoylik masihiylarning soni esa 700 mingtaga oshdi. Xitoy Kommunistik partiyasi bu muvaffaqiyatni imperialistik madaniyatning yorib kirish natijasi deb bilar edi. Shuning uchun ular barcha g'arblik xizmatchilarni quvg'in qilishdi. Xitoylik xizmatchilarni esa o'z dinlaridan voz kechishga majburlashdi va barcha xitoyliklarga dunyoviy fanlarni o'rganish haqidagi buyruq chiqarishdi. Oradan 50 yil ko'proq vaqt o'tib, ya'ni bugungi kunga kelib Xitoyda masihiylar soni taxminan 70 millionga yetdi va 100 millionga qarab ko'payib bormoqda. Oxirgi 20 yil ichida Xitoy osmonda parvoz etayotgan ulkan ajdarhoga aylandi. Bu ajdarho o'z maqsadlaridan bo'lak hech narsani o'ylamas edi. Ushbu hayratda qoldiruvchi millatning o'sishi haqidagi material axloq, odob va shaxsiy qadriyatlarning keskin tushib ketishining aksini ko'rsatadi. Biroq shunga qaramasdan butun mamlakat yetakchilaridan tortib oddiy fuqarogacha uning bo'sh axloqiy ildizini rad etishadi. Bir kuni Burmadagi qimorxonada 20 yil davomida to'plagan barcha pullarimni yutqazib qo'ydim. Men tug'ilib o'sgan shahrim Guangzhouga qaytganimda juda qattiq tushkunlikka tushgan edim. Mening yaramni yengillashtirish maqsadida do'stlarim meni tungi klubga olib borishdi. Halovat topaman deb o'ylagan edim, biroq bunday halovat uzoqqa cho'zilmadi. Men haqiqiy holatga qaytganimda mening yaram undanda chuqurlashgan edi. Ana o'shanda Xudo haqida o'ylay boshladim. Men muqaddas kitobning biron bir nusxasini topish Injilda barcha kitob do'konlarini qarab chiqdim. Biroq birortasini ham topa olmadim. Bir kuni men do'stim bilan tushlik qilib o'tirgan vaqtimda unga muqaddas kalom va masihiylar haqida bilishni istashimni aytdim. U menga bir masihiyni bilishini aytib, o'sha kuniyoq men uchun qo'ng'iroq qilib berdi. Ertasi kuni shu masihiy bilan uchrashdim. U tiz cho'kib, Isoni qabul qilishim uchun ibodat qildi. Men chekish, ichish, marixuana va ekstaz holatiga tushiruvchi dorilarni qabul qilishdan voz kechdim. Bu narsalardan voz kechishda kuchli kurashni boshdan kechirdim. Biroq ichimda menga doimo yordam berib turgan kuch manbaini his etar edim. Mening ishonchim mening hayotimni tubdan o'zgartirdi. O'sha paytda men barcha yutqazib qo'ygan pul, mashina va uyimni qaytarib olishni xohlagan edim. Biroq hozir butunlay o'zgargan odamman. Men hozir ham mehnat qilaman. Lekin bu hayotimdagi asosiy narsa emas. Men rafiqam bilan kechki ovqatdan keyin aylanishga chiqaman. Oilam bilan vaqt o'tkazaman.
Kalomni o'rganish menga eng katta xursandchilik keltiradi. Oilamdagilarning ham men haqidagi fikrlari butunlay o'zgargan. U butunlay o'zgargan. U meni har qachongidan ko'ra ko'proq sevib, g'amxo'rlik qiladi. Biz u jamoatda ko'plab do'stlar orttirganidan juda ham xursandmiz. Bizning oilamiz haqiqiy barakaga erishgan. Men o'zimni juda baxtli his etyapman. Iso tavba qilinglar, chunki osmon shohlik yaqinlab qoldi deb aytar edi. Siz u oldin qanday bo'lganligini hattoki tasavvur ham eta olmaysiz. Bezori deb ataluvchilarning biri edi. O'g'rilik, ko'cha janjallari va barcha o'ylab oxiriga yetib bo'lmaydigan bezorliklarni qilar edi. Agarda fermada semizroq jo'jalar bo'lsa, u va uning oshnalari ularni kechasi o'g'irlashar edi. Ular jo'jalarning boshini uzib, uyga borib yeyishar edi. Agarda menga yoqqan birorta qizni ko'rsam, to'g'ri onasini oldiga borib, do'q-po'pisa qilar edim. U doimo so'kinib gapirar edi. U so'kinmasdan yoki biror kim bilan urushmasdan tura olmas edi. U birorta yosh qiz o'tib qolgudek bo'lsa, unga albatta tegajonlik qilar edi. Faqatgina Xudoning qudrati bunday odamni o'zgartirishga qodir. Bu uchun Xudoni ulug'lamay bo'ladimi? Men Iso Masihga ishonaman va bugun sizni u bilan tanishtirmoqchiman. Xitoydagi odamlar masihiylik haqida juda kam biladilar. Ko'pchilik uni shunchaki xurofiy ishonch yoki g'arb madaniyatining tan olinmagan an'anasi yoki bo'lmasam ijtimoiy majburlov deb o'ylashadi. Lekin aslida qarasak, Masihning kelishida faqatgina bir maqsad bor. U ham bo'lsa, odamlarning gunohga to'lov berishi. Bugungi kunda xushxabar xitoyliklar yuragidagi barcha gunohlarni xuddi pok hayot bulog'i kabi tozalab poklamoqda. Men uzoq vaqt bezori bo'lganman. Mening shaxsiy qimorxonam bo'lib, men qarzga pul beruvchi nahang baliq edim. Keyinroq men giyohvand moddaga berilib qoldim va barcha pullarimdan ayrildim. Men 20 marotaba giyohvandlikni tashlashga harakat qilganman, biroq barchasi samarasiz edi. Bir kuni onam menga, "O'g'lim, Isoga ishon" dedi. E'tiborga ham olmay, "Xo'p, oyi, harakat qilaman" dedim. Onam mening qo'limni ushlab ibodat qila boshladi. "Rabbim Iso, men senga minnatdorchilik bildiraman. Hozir o'g'lim senga ergashishga rozilik berdi. Men uni sening oldinga keltirdim. Iltimos, menga yordam ber. Agar sen uni qutqarsang, men hayotimni senga berishga tayyorman." Men uning ibodatidan juda qattiq ta'sirlandim va dedim, "Yaxshi, men barcha gunohlarimga tavba qilaman." So'ng yarim soatlardan keyin uyquga ketdim. Ertasiga uyg'onganimda ichimda qandaydir yangi kuchni his etardim. Bu kuch menga qayerdan kelganini umuman tushunmas edim. Shu kundan keyin bir necha yillar o'tdi, lekin men biror marta ham qimor o'ynamadim. Men hozirgi kungacha bu kuch menga qayerdan kelganini bilmayman. U Masihdan kelgan bo'lsa kerak. Bir kuni men sobiq politsiya ofitserlari bo'lgan odamlar bilan tushlik qilayotganimda ularga ovqatlanishdan oldin ibodat qilishim kerakligini aytdim va men ularga Masih qanday qilib meni qutqarganini aytib berdim. Ulardan biri, "Agarda sen oldinroq qutqarilganingda mamlakatimizda shuncha tartibsizlik bo'lmas edi. Nimaga sen o'zingning eski oshnalaringni ham Isoga olib kelmaysan? Iltimos, yordam ber ularga. Men seni qo'llab-quvvatlayman" dedi. Men, "Xudoni ulug'lang. Nimaga o'zingiz ham bizga qo'shilmaysiz?" dedim. Men o'sha paytda Injildan nimani qidirayotganligimni esla olmayman. Yodimda bori, mendan o'sha paytda savolim borligini so'rashdi. Men qanday qilib sevishni bilmayman dedim va bu haqiqat edi. Men boshqalarni sevishga shuncha harakat qilsam ham nima uchun meni sevmasliklarini tushuna olmas edim. Meni yigitim bilan muammolarim bor edi. Men yuragim yaralangan edi. Shuning uchun kim menga taklif qilsa, hammasi bilan ketaverar edim. Va hanuzgacha haqiqatan sevilmagan edim. Yotoqxonamda 2 iymonli qizlar bor edi. Ular mendan Rabbimizni yuragimga taklif qilish istagimni so'rashdi. Men harakat qilib ko'rishga rozilik bildirdim va ular menga, "Kel, birga Xudoning sevgisi haqida o'rganamiz" deyishdi.
Tarixdan kelib chiqib qarasak, Xitoy e'tiqodida tavba qilish tushunchasi umuman bo'lmagan. Xitoy xalqi uchun biz barchamiz gunohkor va Xudoning ulug'vorligidan mahrum ekanligimizni bilish e'tiqod olamida keskin burilish yasadi. Xitoy erkak va ayol uchun o'zlarini gunohkor va Xudo tomonidan beriladigan kechirim va oqlanishga muhtoj ekanliklarini tushunib yetish katta mo'jizali o'zgarish edi. Men juda ko'p ichar edim. Masjidga kelganimdan so'ng men chekish va ichishni birdaniga tashladim. Ba'zan men rafiqam bilan urushganimda men uni so'kib yuboray deyman, biroq so'kinish boshqa mening og'zimdan chiqmaydi. Oxirgi marta biz urushganimizda 2 kecha kunduz ovqat ham, suv ham ichmasdan yotdim. Men o'zimcha o'ylar edim, men Isoga ishonishga harakat qilib ko'rsam yaxshi bo'lar edi. Agar bu foyda bersa, biz hayotimizning qolgan qismini birga yashaymiz. Agar bermasa, biz yo ajralib ketamiz, yo men o'zimni o'ldiraman. Biz masihiy bo'lganimizga 6 yil bo'ldi. Hozir biz bir-birimiz bilan juda yaxshi kelishamiz. 我们到现在已经信了有6年了吧，现在我们夫妻挺好的。 Masihiy so'kmaydi, urushmaydi, o'g'rilik qilmaydi. Sen Xudoga ishonmasdan yaxshi hayot kechira olmaysan. Ajablanarlisi shundaki, sen kim bo'lishingdan qat'iy nazar, dehqonmi, ziyolimi, ajralib ketgan oiladanmi yoki jamiyatning past qatlamidanmi, sen Isoning oldiga bir bora kelib, yangi hayotga ega bo'lishing mumkin. Ba'zan men u uchun ibodat qilganimda o'zimni tushkunlikka tushgandek his qilar edim. U umuman o'zgarmayotgandek, aslida undan-da battarroq bo'lib borayotgandek tuyular edi. Pavlos o'zining o'ta gunohkor ekanligini tan olgan. Men ham o'zimni xuddi shunday ekanligimni his etgan edim. Milan Kundera mavjudlikning turib bo'lmas nuri kitobida 2 turdagi erkaklar haqida aytib o'tgan edi. Birinchi turdagisi ayollarning barcha fazilatlarini bir ayolda topadi. Ikkinchisi bir ayoldagi fazilatlarni ko'p ayollardan qidiradi. Men ikkinchisi bo'lishni tanlagan edim. Men borgan sari chuqurroq va yanada chuqurroq qo'yilgan qopqonga tushib borar edim. Men nafaqat vafoli rafiqamni hayotini buzardim. Shuningdek, o'zimni aldab ongimni bulg'ar edim. Lekin men hamon bu qopqondan chiqa olmas edim. Men barcha qilayotgan ishlarimni eplay olaman deb o'ylar edim. Biroq bu holdan toydirar edi. Kechroq men ajralish muammolarini hal qilishini qisqa yo'li degan fikrga keldim. Men ajralishni qat'iyan talab qildim. Biroq buni qilishga menda iroda yo'qligini tushunib yetdim. Men uni barcha haqoratlariga chidashimga to'g'ri kelar edi, lekin Xudo menga shunday sabr bergan ediki, bunday sabr toqat imonga kelgunimcha hech qachon bo'lmagan edi. Turmush o'rtog'im men bilan urushganda men birorta tinch burchakni topib ibodat qilar edim. Men Xudodan uni o'zgartirishga yordam berishini so'rar edim. U Isoga ishonishdan oldin doim aldamaganimga ham aldayapti deb o'ylar edi. U iymonga kelganidan keyin juda ham ishonuvchan bo'lib qolgan edi. Men faqatgina bir joyga chiqib kelishim kerak desam yetarli edi. U mayli deb aytar edi. Vaqt o'tgandan keyin men aldashni bas qildim. Chunki uni ishonchini suiiste'mol qilishni istamas edim. Imonga kelganimdan keyin men ichki tinchlikni topdim. Hech narsa xafa bo'lishga arzimaydi. Ba'zan men atayin urush qo'zg'atkim kelar edi. Biroq meni ta'jubimga u men bilan urushishni o'rniga oshxona yoki hammomga kirib ibodat qilar edi. Men o'zimga o'zim aytar edim, bo'lishi mumkin emas. Bu qizda bunaqangi kuch bo'lishi mumkin emas. U jahli chiqqan paytda men jim turar edim. Men ibodat qilib, Xudodan uni tinchlantirishini so'rar edim. Ta'jubimga uning jahlining alangasi sekin-asta so'nib, keyin uchib qolar edi. Bir puflasangiz u o'chdi. Men uni xo'rsinganini eshitar edim va keyin birozdan keyin u meni ko'nglimni ko'tarish uchun kelar edi. Oh, bu uchun Xudodan qanday minnatdor bo'lganimni bilsangiz edi. Bu Xudoning ishi edi. U ayni paytda o'sha yerda edi.